Kecha qo'ygan postimizdan keyin juda ham ko'pchilik yozyapti maslahat uchun. Akalar, sokil uchun ishlatilgan ayrim bir keramagranitlar 1-2 yildan beri Xitoydan kelayotganlarida ayrimlarda mana shunday hodisalar bo'lyapti. Sokil uchun ishlatilganlarda bo'lar edi deb o'ylardim. Lekin kecha kuni akamiz borlar, shunaqa yuvish ximikat bilan ishlashadi. Hatto hammomda ham mana shunday keramagranitda, kafelda mana shunday hodisa bo'lgan. Bulardan oldingi borgan yuvuvchilar xuddi shunaqa bilmasdan ximikat ishlatib qo'yishgan va kuygan. Men bu ma'lumotgacha faqat sokillar uchun ishlatilgan keramagranitlar kuyadi deb o'ylardim. Lekin afsuski mana shunday hammom uchun ishlatilgan keramagranit kafellarda ham xuddi mana shunday vaziyat. Buni qanday yechimi bor? Hammomga terilgan kafellarda nima bo'ladi desalaring, agar 1-2 donasi kuyib qolgan bo'lsa, akamizda 1-2 donasi kuyib qolibdi. O'shani o'zini akkuratniy qilib kesib, olib tashlash kerak, chunki ustiga propitka berdik, hech qanaqangi effekt bermadi. Chunki o'z nomi bilan keramagranit o'ziga hech nimani shimmaydi. Lekin ko'pchilik mashinani lakini sevib ko'rish mumkin deyshadi. Yo'q, mashinani laki u mashina uchun, keramagranit uchun bo'lmaydi. Balki qanaqadir polirovka qilsa bo'ladi deyshadi. Polirovkasi bor, lekin unga o'ta ham professional darajada mutaxassis kerak. Bizda hali unaqa kadrlar bormi, yo'qmi, ochiq gap bilmayman. Chunki uni ximikatlari yoki o'sha polirovka qilingan qumlaridan eshitganman, bor bizda O'zbekistonda. Lekin qanaqa effekt berishini ochiqni aytaman. Tajribamda hali o'tkazib ko'rganim yo'q. Lekin biz o'zimizni qo'limizdagi mana shunday keramagranitlar uchun ishlatilgan qumda ishlatdik, effekt bermadi. Effekt bir 10 balli sistemada bir 5 ball yo 6 ball oldi. Buni videolarimizda ko'rsatganmiz, profilimizga kirsalar ko'rasizlar. Nima deya olaman? Keramagranit terdiryapsizmi, har qanaqangi ximikat bilan tozalashga shoshilmang va mutaxassis bilan maslahat qilishingizni tavsiya qilaman yoki ko'rinmas chekkasini bir tozalab ko'rishingizni maslahat beraman. Hamma keramagranitda ham bunday hodisalar bo'lmayapti. To'g'ri tushuninglar, lekin ayrim bir 2 yil, 3 yildan beri chiqayotgan keramagranitlarda ayrimlarda mana shunaqangi hodisalar ro'para bo'lyapti. Terdirib bo'lganman, endi nima qilaman siz ehtiyot qilishingizni tavsiya qilaman. Iloji boricha quruq nam lattalar bilan artib tozalang. Har xil ximikatlarni ishlatish uchun shoshilmang.